O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi, O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi, mana shu ittifoqlarga kirish haqidagi juda ko'p fikrlarni bildirib o'tamiz. Ba'zan biz integratsiya deymiz, ba'zan hamkorlik deymiz. Lekin bu yerda eng asosiy iqtisodiyotni uyg'unlashuvining yadrosiga ta'sir qiladigan eng katta muammoni e'tirof etishimiz mumkin bo'ladi. Bu infratuzilma. Ya'ni o'sha shakllanayotgan integratsiyani qurib beruvchi, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, oltin qidiruvchi yoki ba'zi bir iqtisodiyotdagi o'yinchilar bo'lsa, ularga ko'makchi infratuzilma. Ya'ni ularga ovqat yetkazib beradigan yoki palatka tikib beradigan yoki ba'zi bir narsalarni shakllantirib beradigan infratuzilmaning mavjudligi. Ya'ni bu mamlakatlarning chegaralarining ko'p yillar davomida yopiq bo'lganligi, keyinchalik ochilganligi bilan insonlar o'rtasidagi munosabatlar, korxonalar o'rtasidagi munosabatlar hali o'zining cho'qqisiga chiqmaganligi yoki barqaror shartlar, ehtiyojlar o'ylab topilmaganligi integratsiyaga xalaqit beradigan jarayonlardan hisoblanadi.